Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'rtoqlar, nevarapani farzandlari uchun velosipedni zakaz qildim. Baby Park Uzbekistan magazinan shundoqga ehson qilib, bizning ehsonimizga sherik bo'lib, sovg'a qilib berib ketdilar. Rahmat kattakon. Kimlar nevarapa uchun yordam bermoqchi bo'lsa, mana rosa ko'p ko'ryapman yozayotganlarni, kommentda to'lib ketdi. Direktda to'lib ketdi, postlarni tegdi, hamma joyda-da. Ana oshxona jihozlariga yordam beramiz, xolodilnik olib bermoqchimiz, televizor, u bu deyishyapti-da. O'sha yozayotganlarga aytmoqchi edim. Misol uchun, uy uchun kerakli bo'lgan qanaqa jihozidan yordam bermoqchi bo'lsanglar, misol uchun oshxonani jihozlari bo'ladimi, tarelka, taxtakash, pichoq, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa ham ataganinglarni agar yangi bo'lsa, olib qolamiz va hamma narsalarni bitta qilib yig'ib, olib borib, topshirib sizlarga ko'rsataman. Nimalarni olib borib topshiramiz. Kechagina bitta do'konga yaqin tanishimlar ular televizor berdilar. Uni olib qoldik. Bitta shogirdim onalari xolodilnikman bermoqchiman dedilar. Bo'ldi, bemalol olib kelib berishingiz mumkin dedim. Hamma narsalarini yig'ib, bitta qilib olib borib beramiz nevarapga. Bolalari ham, o'zlari ham xursand bo'lib qolishadi. Kim shunaqa ehsonimizga sherik bo'lib yordam berayotganlar bo'lsa, hammaga o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Rahmat kattakon, shunaqa yaxshi insonlar bor ekanki, dunyo turibdi. Rahmat o'rtoqlar, tuzuk bo'linglar, charchamanglar. Endi turmush o'rtog'im uy sovg'a qilganlardan keyin uy jihozlash uchun hamma odamlar bosh qo'shyapti-da. Rosa shunga xursand bo'lib ketyapman. Buncha yaxshi odamlar ko'p ekan deb. Rahmat hammanglarga. Haqiqatan ham mana sizni do'stlaringiz aytishgandek, onajoningiz har doim bizani hamma yutuqlarimizga guvohi bo'lganlar. Jumladan meni onajonimlar ham. Mashhurbek bilan NTT telekanalida Dilkash lahzalar shousida birga qatnashganmiz, bellashganmiz, urushganmiz, talashganmiz va oxiri Mashhurbek aytgandek, biz baribir birinchi o'rinni olganmiz. O'shanda aytgandim Mashhurbekga, "Na, buncha o'zingizni o'qqa cho'qqa urmasangiz, ustoz san'atkorlar bor bo'lsa u yerda. Yodgor Sa'diyev, Ra'no Yarasheva, rahmatli Fathulla Mas'udovlar, Muhammad Iso Abdulxairov, to'g'rimi Muhammad Iso aka? Juda ham ko'p ustoz, to'g'ri, juda ham ko'p ustoz san'atkorlar ishtirok etishganda, lekin bu men baribir birinchi bo'laman deydigan xarakteri bor edi-da. Aytardim, shuncha ustoz san'atkorlar turganda biz yutmaymiz baribir, yutkazamiz. Unchalik ham joningizni fido qilmang desam, men baribir birinchi bo'laman deb rostdan birinchi o'rin olganda hayron qolganman o'shanda. Haqiqatan ham bu yigitda nimadir bor. Alloh yuqtirgan, Alloh nazar tushgan yigit va aytgan ishini albatta bajaradigan, oldiga maqsad qo'ydimi, o'sha yo'nalishda birinchi bo'ladigan yigit. Lekin juda xavotir olardim shu G'ulomjon Yoqubov repertuari bilan bir-bir o'tib ketadimi deb o'ylardim. Xayriyat o'zining yo'nalishidagi ijodlarni mana xalqqa namoyish etib, chunki rosa hurmat qiladilar Mashhurbekni. Mana yaqindagina loyiha qildik biz Imorat kompaniyasi bilan birgalikda. Mashhur akaga qo'ng'iroq qildim, mana shu qiynalgan ayollar ko'ynini olish uchun sizni taklif qilmoqchimiz. Sizni qo'shiqlaringizni yaxshi ko'rar ekan, juda sharoit og'ir ekan degandim. O'zini tug'ilgan kuni bo'lsa ham keldi-da. Shunaqa xursand bo'lib ketdik. Hamma xursand bo'ldi. O'sha muhtoj oilaning ayoli ham juda sevinib, ko'zidan yosh chiqib, baribir savobga sherik bo'ldilar-da. To'g'rimi? Birinchi kupletni boshladi-da, ayol mening o'zimning g'oyam bo'ldi-da. O'sha qiynalgan ayol, klubida yashaydigan ayol ekan, 3 farzandi bor. Eri do'pposlab urar ekan, xiyonat qilib tashlab ketgan, yana 3 ta farzand dunyoga keltirganda, meni xayolimda bitta stol bo'lsa, Mashhurbek bilan o'sha ayol o'tirsa, endi gul ko'tarib kelsa, dedim, shu qo'shiqni jonli yuziga qarab aytsa deb o'yladim. Xuddi shunaqa bo'ldi. Birinchi kupletni ijro etib bo'lgandan keyin menga qarab, ikkinchi kuplet pullikda. Shunaqa deydi, uyalmaydi ham men. Shu bolada o'rgan gap. Keyin yaramas dedim, pulingizni beramiz dedim. Ikkinchi kupletni ham beta qoling dedim keyin. O'zi yig'lash kerak shu joyda, meni g'oyam bo'yicha. Ana ayol, bu kuldiryapti. Yig'lavermasin. Keyin zo'r yig'lolmadi o'sha sizni. Yaxshi, yig'lamasa hech kim yig'lamas. Mayli. Xursand bo'ldi lekin.
Rahmat Shahzodaga qarsak uyda bo'lsin. Chiqib ketdim.